Palandin askarlari, sayohatlarim davomida to'plagan odamlarim, ruhoniylarni himoya qilish uchunmi? Nima bu shahar xavflimi? Hammasi men tufayli. To'g'ri, ular zo'ravonlik qilib turishadi. Ularni xatti-harakatlarini tuzatishga va'da berasizmi? Albatta. Aytgancha, bu shaharda yana g'alati kasallik bor, anavi qora olat. Ha, bu dahshatli kasallik. Kasallik? Nima, shu gapga ishonasizmi? Kechirasiz. Bu kasallik emas. La'nat, to'g'rimi? Nimaga unaqa deyapsiz? Bilgandim. O'sha bola uchun ibodat qilganimda Xudoning ovozini eshitdim. Xudo menga kimdir katta lo'chkaga la'nat o'qiyotganini aytdi. Yana bu shahar aholisiga xavf tug'dirayotganini aytdi. Bilganmidingiz? Sezmaysan deb o'ylagan edim. Nimalar deyapsiz, Paladin? Nima bu? Lumachina! Lumachina! Nima qilding? Yaxshi uxlab yotganga o'xshaydi. Vaqtim bekor ketmasin, ishondim. Shiruru. Xo'p. Diablo 2-fasl.この番組は講談社とご覧のスポンサーの提供でお送りします。 3-qism buzuq marosim. Mana bu yerini. Ana tugatdim. Xo'sh, yaxshimi? Rahmat, yordam qilding. Kim bor bu yerda? Men. Janob, bu menman. Sen? Nima, bu yerda mehmonlarning xonasini tomosha qilishadimi, uyatsiz? Yo'q, sizda gapim bor edi, shoshiling. Og'zingdagi so'lak oqyapti. Yo'q, ahamiyat bermang. Xullas, gapga o'tay, janob. Diablo, bu Qarang, aytganlarim hammasi rost. Bu tutda do'stlaringizni olib ketdi. ularga ishonmaslik kerak edi. Bilgandim, lekin bu qadar tez harakat qiladi deb o'ylamagandim. Oldin o'zimizni davolashimiz kerak. Nima demoqchisan? Qora o'lat kasalligidan. Bu la'nat. Nima? Ularga buni o'yinda ko'rganimni ayta olmayman. Nima bo'lganda hozir Lumichana va Remni qaytarishimiz kerak. Olg'a. Xo'p. Qayerdaman? O'zingga keldingmi? Lumachina,
Men ham uyg'onganimda shodda edim. Aftidan yer ostidamiz va juda chuqur ham. Rem, ana odamlar nima qilyapti? Nima? Rem, ko'zlarimga ishonmayman. Ular 18+ bilan shug'ullanyaptimi? Bu bilan nima demoqchisan? Bu Ko'rdingizmi? Marosim uchun qurbon bo'lishni sharaf deb biling. Batuta, nima desan? Bu joy yovuzlikka to'lgan. Jirkan joyda hech qachon. Ha, aynan. Bu yerda korrupsiya bor. Nima qilmoqchisan bizni? Shililu, Ha, mana bu o'limga olib keladigan kasallik o'lati. Buni tayyorlashadi faqat yomonlik uchun. Ha, bu yovuzlik. Yovuz deyish menimcha juda og'ir ayblov. Ularga qarang, xuddi hayvondek. Oldin ular dindor bo'lgan, kuchli va ishonch bilan yurishgan, iffatli ayollar va yaxshi erkaklar edi. Odamlarni yo'ldan ozdirish uchun ozgina turtki yetarli. Qon to'kish va ochlik bir-biriga bo'lgan nafrat. Odam yiqilganda yomonliklarni tushunadi. Meni tajribalarim kim kuchliroq kuchni boshqaradi, shu haqida. sen botta odamlarni qiynayapsan. Gunohga botyapsan. Bu shunchaki jirkanch. Ey Xudo. Mening tajribalarimni kim ko'proq kuchini boshqara oladi, shu haqida. Buzuqlik manbai unda juda kuchli edi. Bu juda ham kuchli virus, hattoki koronavirus ham hech narsa emas. Nima shu kasallikni odamlarga yuqtirmoqchimisan? Odamlar keraksiz hayvonlar, menda hozir bir nishon bor. Lord, laminiting. Hammasi shu uchunmi? Nega bunday gunoh qilyapsan? Sen oliyjanob deb eshitgandim. Nima bo'ldi senga? Nima bo'ldi? Oilam o'ldi, yaqin do'stim esa xiyonat qildi. Odamlar menga tahdid qildi. Nima? Senga o'tmishim qiziqmi? Sabab yo'q. Odamlar ochko'z va gunohkor. Ammo sen Qarab tura olmayman. Rohibani so'nggi nafasini olishini. Shilu buyog'ini senga qoldirdim. Xo'p, ustoz. Shunday go'zal ayolni xo'rlash. Ha demay o'zing yo'l orasan. Sendan fohisha tayyorlayman. Tanang ajoyib ekan. Yo'q. Yo'q. Rem, Lumachina, Diablo. Bilgandim. O'yinda bu yer qotil qarorgohi edi. Atrofidagilar esa bu nima? O'yinda 18+ kesilgan formatda edi. Kelishingni bilgandim. Sen Diablosan, ha? Bu yerni topganimga qoyil. Bu juda ham oson bo'ldi. Sening askarlaring g'irt latta ekan. Bututa, bu joy qanaqa joy? Menga ayta olasanmi? Birinchi darajali sehrgarmisan? Yo'q, men birinchi darajali emasdim. Shunchaki yopiq o'yinimga yemirdim. Sen qora o'lat uchun la'nat o'qiyapsan, to'g'rimi? Oho, nima, Luvinchani aytgan edimi? Nima, u ham bilgan edimi? Nima, undan eshitmadingmi?
Meni kim deb o'ylayapsan? Men Diabloman, boshqa dunyodanman. Boqinmayapsan shu gapimga. Rostdan, kim ishonadi bunga? Krem va Shera juda ishonar edi, ham osonlikcha ishongandi. Sen qora o'lat haqida bilgansan. Odamlar tanasida kasallik belgisi qolishini qanday bilding? Bingo. Buning sababi men bu o'yinni oldin o'ynaganman. Iblis lordiman degandim shekilli. Bo'l, ikkala qizni qo'yib yubor. Aqllisan va judayam kuchlisan. Bu yerda sehrdan foydalanish judayam qiyin. Zindondan tushib o'lib ketishni xohlamaysanmi? Xo'sh, bu harakatlaringni qancha davom ettirasan? Seni yengsam, shuni o'zi kifoya. Portlash! Zo'rsiz. Bu nima? Bu yer xavfli joy degan edim-ku. Sehring tufayli devorlar qulab tushadi. Do'stlaringni o'yla. Nega sen jinursan? To'g'ri aytdi. Qoyalar juda ham mo'r. Hozir hammani o'ylashim kerak. Ha, yana u juda ham tez ekan. Bir deganda hujumga chap berdi. O'zini tezligi bilan urish uchun menga yanada kattaroq sehr kerak. Xo'sh, hujum qilmaysanmi? Unda o'zim hujumga boraman. Nimadan foydalansam ekan? Nima? Ikkilanyapsanmi? U tez. Diablo! Yaxshi harakat, bu tatta. Voy. Sen o'zingni kuchingga ishonib keldingmi? Sehrni esa ishlata olmayapsan. Meni xavfli usulimda yenga olmaysan. Men seni shunchaki erkalab urdim. Ay, og'riyapti. Iblis lordini kamsitma. Endi esa kel. Chaqmoq tuzog'i. Bu sehr faqat mo'ljallangan narsaga tegadi. Atrofga esa zarar yetkazmaydi ham. Endi batuta. Qani mendan o'tib ko'rchi. Nima bo'ldi? Men tomon kelmayapti. Nima qilayotganing shundoqqina bilinib turibdi. Bo'lishi mumkin emas. Sen yutqazding. Ko'tarilgan nayza noyob jang san'ati-ku. Yo'q, qochishga ulgurmayman. Endi-chi? Yuragimni teshdi. Men Diablo! Yo! o'lamanmi? Men yutdim. Men hech qachon yutqizmaganman. Dushmanlarim esa bundan hayron qolishar edi. Ular esa oxirida yolvorar edi, meni og'ritmay o'ldiring. Diablo! Diablo! Diablo? Qo'lga tushding. Qanaqasiga tiriksan? Yana bitta sehrim bor edi. Bu esa faqat maqsadimga tekkanida ishlaydi. Mutlaq 0. Muz haykaliga aylan. Voy onangni. Nima bo'ldi? Qo'lingdan va qurolingdan ayrilish rejangda yo'qmidi?
Onasini yemsin, o'laman deb o'ylagan edim. Yolg'iz bo'lganimda baqirib yig'lar edim. Meni kiyimim jarohatlarimni tiklashimga yordam beryapti. Faqat bir zarbagina qoldi. Hozir esa vaqt kerak tiklanishimga. Yana shoxim ham davolanishni boshladi. Nima, sen o'lmasmisan? Bu yana nimasi? Bo'lishi mumkin emas. Chilulu. Xo'p, ustoz. Rejangiz amalga oshdi. Shunaqa bo'lishini bilgandingizmi? Ren, Diablo. Tashvishlanmang, jang qiling. Nima qilyapsan? Seni o'ldiraman. Nima qilay? Xo'sh, qanday chiroyli zarba bo'ldimi? Shera, juda yaxshi. U toshga aylandi. Nima bu kilemni sehrni ta'sirimi? Klem bu. Qo'rqinchli. Chilulu. Shera. Hammasi joyidami? Sen Anavi yigitga aytgan edim, ishonmadi. Meni ham foydam tegsin degandim-da. Bolakay. Endi nima? Bu tatta. Yaxshi, hech bo'lmaganda yutdik. Hammang men bilan birga o'lasan. Nima? Men shunchaki o'lib ketmayman. Undan oldin sizlarni chavaqlab ketaman. Nima, yana urushmoqchimi? Yorqin zarba. Zulmat to'pa. Foydasiz. Men Diablo, iblis lordiman. Diablo. Shera, nega bu yerga kelding? Bu joylar qulaydi hozir. Ha, shu uchun tezroq ketish kerak. Boshqalarni qutqarish kerak. O'zi qochsa ham bo'lar edi-ku. Nimaga? Mahkam ushlab ol. Kimsan? Cho'milayotganingda bezovta qilganim uchun uzr. Men va Raknes jinlar qo'shinni qo'mondan etib tayinlanganman. Iblis lordi boshlig'imiz uyg'ondi. Shu uchun taslim bo'lishingni aytgani keldim. Taslim bo'lish? Iblis lordi bu shaharni egallamoqchimi? Iblis lordi rahmdilli va adolatli. Uni buyrug'i bilan hamma o'z joniga qasd qiladi yoki bir-birini o'ldiradi. Hayvonlar odamlarni yeyishdan ko'ra bu rahmdilli. Xo'sh, sen nima deysan? Mana javobim. Ahmoqsanlar. Zo'r-ku. Kuchli ayollarni juda ham yaxshi ko'raman. O'ynamoqchimisanlar? Fanisi, laminisi. Qo'rqma, sen o'lmaysan. Sen meni o'zimni xotinim qolaman. 4-inchisi. Shingni suvga. Keyin to'lin oy ko'tarilganida men seni oldinga yana qaytaman. To'yga yaxshilab tayyorlanib qo'y. Fanisi. Ismim bilan chaqirishga kim jur'at etdi? O'sha Rufian? Keyingi to'lin oy kechasi
Osmonni uchyapmiz. Rostdan ham osmonni uchyapmiz. Diablo, sen doim qiyin vaziyatlardan chiqasan. Bu safar juda xavfli edi. To'g'ri. Diablo sama. Yaqinroq turinglar. Aytganimni eshit va o'zgar. Odzet. Ko'taril. Rostdan ham juda ham haqli edi. Lumachina-chan, nima bo'ldi Lumachina? Yaxshimisan? Ahvoling qanday? Bu qora o'ladmi? Nimaga unda o'lat? Hammangiz men bilan birga o'lasizlar. Demak, Lumachinaga la'natni qo'yishga ulguribdi. Lumachina, sen o'zingni davolasang-chi, go'dagini davolaganday. Lumachinaning sehri o'ziga ta'sir qilmaydi. Bu sehrim o'zimni tanamga kelganda ishlamaydi. Yo'q, nega bunday? Yo'q, Lumachina. Xavotirlanma. Ishonchim komil. Xudo nimanidir o'ylab topadi. Ha, shunday. Diablo! Janob, rostdanmi? Hali o'lmaysan, va'da beraman. Diablo sama. Cherkovga yetib borguncha ozroq chida. O'zingni umuman zo'riqtirib qo'yma. Bu la'natni yo'q qilsa bo'ladi. Agar kuching qolmasa, men beraman. Xo'p. Men la'natdan qo'rqmayman. Menga ishon. Bolakay, bizni zindonga olib bor. Xo'p. U yerda nimadir topsa bo'ladi. Og'ir kasallarni davolaydigan nimadir. Endi xavfsizsan. Qora o'lat kasalligini yengamiz. Tarjimon Asrbek ovoz berishda ishtirok etdi. Mira va Ilyosbek, e'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Keyingi qism albatta bo'ladi. O'zimni zindonimni qidirib yuraman deb hech o'ylamagan edim. あのステージで踊れと。死ね！私の高級コスメ代のために！この番組は講談社とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。